Miladi 762-yili Uyg'urlar qag'ani Bökötekin o'nglik isyonni butunlay bostirgandan keyin qayta safarda Loyangda 4 nafar Mani dini rahiblar bilan tunishib, Mani dinini qabul qildi. Uni davlat dini qilib bekitdi. Mani dinda hayvonot go'shtini yeyish, sutini ichish cheklangan bo'lib, go'sht yeb sut ichib yashaydigan Uyg'urlarning bunda qoidaga rioya qilib yashashini tasavvur qilmoq tas edi. Lekin Mani murtlari ko'ktat yeyishni tashabbus qilgachqa, Uyg'urlar terixchilik ishlariga kirishgan bo'lib, Mani dini jangovar, kurashchan Uyg'urlarni yuvosh chorvachi dehqonlarga aylantirib qo'ygan. Mani dinning reallikni inkor qilishdek passiv pozitsiyasi dunyo qancha tez barbod bo'lsa shuncha yaxshi. Jonliqlar dunyosi va odam tini razillikdir. Faqat hammadan xoli dunyolar yaxshilikdir. Bu razil jonliqlar dunyosidagi shaylarga nima qilsa bo'laverdi degan aqidani targ'ib qilgan bo'lib, moddiy dunyoga nafratlangan, hayotga nafratlangan bir qator bema'ni qarashlarni o'ttirib qo'ygan buzuq din edi. 839-yilga kelganda Uyg'ur urug'un qolganligi ichki qismida huquq talashish kurashlari qattiq avjiga chiqib, tabiiy ofat va vabo tarqab, nurg'un kishilar halok bo'ldi. Ichki va tashqi hujumlarning orqasidan 840-yili og'dirilib, sharqiy territoriyasidan g'arbiy territoriyasiga ko'chdi. Va 3ga bo'linib, har biri birdan hokimiyat qurgan bo'lib, bular Qarxoniylar, Idqut xonligi, Gansu Uyg'ur xonligi edi. Lekin Hormuzdekin 3 qabilni boshlab Tang sulolasiga el bo'ldi va Tang xoni tarafidan Li Sijun ism berildi. Shu qatori bu qabillar Li familiyasi bilan xitoylashib ketdi. 850-yilga kelganda Uyg'urlarning eng jangovar Yag'ma qabilasi Qarluqlar va Chingillarni birlashtirib, Qarxoniylar davlatini qurdi. Qarxoniylar davlati qurilmasdan burun G'arbiy Turkiston turklari asosan musulmon bo'lgaydi. G'arbiy va Sharqiy Turkiston xalqining o'zaro qo'yiq munosabati bilan islom dini Sharqiy Turkiston xalqi ichida xilala tarqalgan bo'lsa-mu, podshoh jamiyati va yurt kattalari musulmon bo'lmaydi. Qashqarda va Balasog'unda xalqning 20dan ko'proqining musulmon bo'lganligi rivoyat qilindi. 920-yilga kelganda mayli islom tarixida bo'lsin va yoki Uyg'ur xalqi uchun unutilg'isiz tarixiy burilish bo'ldi. Qarxoniylar shahzodasi Satiq Bug'roxon islom dinini qabul qilgandan keyin kofir tog'asi O'g'ilchoqdan hokimiyatni qaytarib oldi va turklarning umumyuzlik islom dinini qabul qilishiga yo'l ochdi. O'g'li Sulaymon Arslanxon davri kelganda islom dini Uyg'urlar va turkiy xalqlar orasida cho'nqur yildiz tortgan bo'lib, 960-yili Yettisu va Tarm vodisida 200 ming o'ylik Uyg'ur musulmon bo'ldi. Shu yili Arslanxon davlat dinini islom dini deb jakarladi. Shuningdan boshlab Qarxoniylar qog'onlari bilan Abbosiylar xalifaligi orasidagi munosabat muhim bir bosqichga qadam qo'ydi. O'zaro elchilar pat-pat berish kelish qilib turadi. Abbosiylar xalifaligi Muqtadi Harun Bug'roxonga adolat va dinni qo'g'duvchi Sharq podshohi unvonini bergan. Abbosiylar xalifasi Muxtasir bo'lsa, Ahmad Arslanxon Bug'roxonga davlatning nuri qatorliq unvonlarni taqdim qilgan. Albatta, Qarxoniylar qog'onlarining bundaq unvonlarni olganlari oz emas. Sutiq Bug'roxonning musulmon bo'lishida Alloh subhanahu va taolo bir kishiga yaxshilikni iroda qilsa, yaxshi kishilarni, yaxshi ishlarni uchrashtirgandek, Samoniylar podshohligining shahzodasi Abu Nasr Samani hokimiyat ichida yuz bergan ichki kurashlardan qochib, Qashqarga kelganida Otishning Arg'u degan yerida o'g'i chiqqan yosh shahzoda Satiq Bug'roxonga yo'liqdi. Uyg'ur tilini va urf-odatlarini yaxshi biladigan Abu Nasr Samani Satiq Bug'roxonni islom diniga da'vat qilish orqasidan Alloh subhanahu va taolo Satiq Bug'roxonni iymon ne'matiga muyassar qildi. Qarxoniylar islom dinini davlatini qilgandan keyin Uyg'urlar ichida jonlanish, taraqqiyot maydoniga chiqib, tarixdagi eng gullangan davrga qadam qo'ydi. Hatto hozir ba'zi kishilar mahliyo bo'lib, don qilayotgan Yevropaliklar amdi qog'oz bilan tunishganida ajdodlarimiz kitoblarini besib, ilm tarqatyapti. Haqiqatan bu davr Turkiston musulmonlarining oltin davri bo'ldi. To'g'ri ideologiyani tanlagan ajdodlarimiz islom madaniyati bilan tunishib, uni hayotida parlatib, ilm-irfon, madaniyat jihatda yuksak natijalarni qo'lga keltirdi. Hatto Qashqarda madrasalar, shifoxonalar, sanoatlar maydoniga chiqib, ilm markazlariga aylangan edi. Bu davrlarda Yusuf Has Hojib, Mahmud Qashqari, Ahmad Yuknaki qatorliq yetuk olimlar yetishgan edi. Sultan Satiq Bug'roxon haq dinni tarqatish uchun qavmim, millatim deb ularga riyo qilib o'ltirmadi va aqidasi ustida murassam qilmadi. Balki payg'ambarimizning yo'lida mengib, Allohning dinini tarqatish jarayonida isyon ko'targan Idqut Uyg'ur buddistlari, Kucha buddistlari
Umuman Sharqiy va G'arbiy Turkistondagi buddistlar va shamaniylar qarshi ko'plagan jihodiy amaliyotlarni ilib bordi. Buning bilan musulmonlashgan turklar islom tarixining shalliq sahifalariga yangi sahifalarni qo'shdi. Lekin 1040-yilga kelganda tarix yana takrorlandi. Niyatlar buzildi. Allohning diniga xolislikdan dunyo, nom shuhrat, havo-havas besib tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizlarning mendagi shirik keltirishinglardan qo'rqmayman, lekin men sizlarning dunyoda musobaqalashib, urushib halok bo'lganlar kabi halok bo'lishinglardan qo'rqaman degan edi. G'arbiy ilkxonlardan Muhammad ibn Nasir, İbrahim ibn Nasir bo'lgunchilik qilib, bir butun Qarxoniylar xonligidan ayrilib, Qarxoniylarning g'arbida mustaqil bo'lib oldi. Buning bilan Qarxoniylar davlati Sharqiy va G'arbiy Qarxoniylar deb ikkiga ayrilib ketdi va o'zaro zimin talishib janglar davom qilib turdi. Ikki qo'shqor usishganda bo'rni qo'z qochar degandek dushmanlar bularga ko'z tikayotdi. Ayni yillari Jorjitlardan mag'lub bo'lgan Xitoylar Yeludashi boshchiligida Yansay bo'ylaridan qochib, O'rta Osiyo vaziyatini tinchitlash uchun Qarxoniylarga jizya to'lash badaliga hokimiyatini saqlab qolgan Uyg'ur Idiqut buddistlari tavalligidagi Beshbaliqda turg'unida Uyg'ur Idiqut xoniya bilgitigi bilan ko'rishib, 600 ot, 100 to'ga 3000 qo'y yordamga erishdi. Va Idiqut xoniya ballarini va navrlarini ko'rish sifatida Xitoylarga qo'shib qo'ydi. Bu orqali Astirdan Xitoylarga beqinganlikni bildirdi. Bu vaqtda Sharqiy Qarxoniylarmi ularni qabul qilib Dörbijilga o'rlashtirgaydi. Ya'ni bo'rni Qotong boshlab kirgandi. Sharqiy Qarxoniylar ichida isyon ko'tarilganda, Sharqiy Qarxoniylar Xitoylarni isyonni bostirish uchun yordamga chaqirdi. Isyon bostirilgandan keyin Idiqutlarni qo'lga keltirib, fursat kutib turgan Xitoylar Balasog'unda yig'ilib kuch to'pildi va tuyuqsiz hujum qo'zg'ab Balasog'ni besib oldi. Va Qashqargacha yetib berib, 1136-yildan 1212-yilgacha Sharqiy Qarxoniylarni o'ziga beqindirib oldi. Orqadilla O'rta Osiyoni besilishga jiddiy tayyorlik qilib, Xo'jan atrofida G'arbiy Qarxoniylarni mag'lub qildi. Ikkisi o'rtasida betim tuzildi. Xitoylar Olpan inish bilan qanoat hosil qilib orqaga qaytdi. 1141-yili qorliqlar Xitoylardan yordam olib, G'arbiy Qarxoniylar qarshiga qo'zg'aldi. Xitoylar bitimni buzg'aydi. G'arbiy Qarxoniylar Saljuqlardan yordam so'radi. 1141-yili 9-oyda Samarqand va Buxoro orasida Qatvan cho'lida G'arbiy Qarxoniylar bilan Saljuqiylarning birlashma qo'shini mag'lub bo'ldi. Chunki urush boshlanish bilanla Saljuqiylar qo'shini ichida isyon ko'tarilgan edi. Bu urushda musulmonlar qo'shinidan 30 ming askar o'ldirilgan edi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Fursatni g'animat bilgan Xorazmshoh Buxoroni besib oldi. Musulmon qarindoshlari kofirlar qarshi urush qilyotsa, yordam qilmoqda yo'q, ularning orqasidan pichoq urdi. Shuningdan boshlab G'arbiy Qarxoniylarmi Xitoylarga beqinib qoldi. Xitoylar Sharqiy Qarxoniylarni bo'lsin, mayli G'arbiy Qarxoniylarni bo'lsin, ularning odatiga ko'ra faqat seliq ulpan elish bilanla cheklangan bo'lib, ularning ichki ishlariga aralashmaydi. Lekin Xitoylar bilan musulmonlar orasida pat-pat kurashlar bo'lib turdi. 1210-yilga kelganda G'arbiy Qarxoniylar xoni Osmon Bug'roxon va Xorazmshoh Muhammadning birlashma qo'shini Talas daryosining bo'yida Xitoylarni ajallik mag'lubiyatga uchratdi. Bu mag'lubiyatda qattiq g'oldan ketgan Xitoylar ayni yillari Chingizxondan mag'lub bo'lib, o'zlaridan panoh so'rgan Nayman shahzosi kuchlikning qo'li bilan vayron bo'ldi. Kuchlik Qashqarni poytaxt qildi. Buning bilan Sharqiy Qarxoniylar davlati rasman yo'qotildi. 1212-yili Xorazmshoh Muhammad G'arbiy Qarxoniylar sultoni, ya'ni kuyovi o'g'li Osmon Bug'roxonni o'ldirib, G'arbiy Qarxoniylarni besib oldi. Buning bilan G'arbiy Qarxoniylar davlati yo'qotildi. Sharqiy Qarxoniylar territoriyasida qurilgan Nayman davlati bo'lsa, uzun davr surmadi. Nayman xoni kuchli xristian bo'lib, kuchiga chiqqan zolim yirtqich edi. U musulmonlarga iqtisodiy jihatdan og'ir zulm solgandan boshqa, ularni dindan yenib, butparast bo'lishga chaqirgaydi. Uning vahshiyligi shu darajaga yetdiki, Xotanda musulmonlarni munoziraga chaqirib, Hazrati Imom Allohiddin Muhammad boshliq 3000 dan ortiq musulmon olimlarni qirib tashladi. Ilm-fanga doir madaniyat meroslarini, yozma yodgorliklarni ko'ydirib yo'qotdi. Albatta, ilgirki kofirlar bo'lsin va yoki hozirqilar bo'lsin, dinimizga ziyonkashlik qilishda hech farq qilmaydi. Kuchlikning musulmonlarga selayotgan zulmida to'liq xabardor bo'lib turgan Chingizxon 1218-yili Jabanoyan boshchiligida
20 kishilik otli qo'shinni Kuchukxon qarshiga mangdirdi. Jinning qasdi Shabdulda degandek Chingizxon musulmonlarni zulmdan qutuldirish uchun emas, balki Xorazm davlatiga yurish boshlashdan burun yo'ldagi cho'ng to'siq bo'lgan Naymanlarni yo'qotish kerak edi. Bugunmi buning ko'rinishlari aql egalarining ko'z oldida bo'lishi kerak. Jabanoyan kuchlikka jang boshlashdan avval har bir odamning o'z ota-bobularining diniga e'tiqod qilish erkinligi bor. Ya'ni bugungi kunimizdagi kishilik erkinligi bor deb jakarlagan. Mushundaq jakarlashning o'zila diniy cheklimga uchirgan musulmonlarning Naymanlarga qarshi qo'zg'algan ko'tarilishiga ilib borgan edi va Chingizxonning qo'shini qarshi ilishga erishgan edi. 1218-yili Mo'ng'ullar kuchlikni mag'lub qildi. Qashqarga qochib kelgan kuchlik xalqning taraf-tarafdan ko'tarilgan qo'zg'olonlar natijasida Qashqardan qochib ketdi va Seriqqulda Mo'ng'ullar tarafidan o'ldirildi. Mo'ng'ullarning bunchalik tez va muvaffaqiyatli g'alabalarga erishishida Xitoylarning qarxonilarni qaram qilinishida muhim rol o'ynagan Uyg'ur Idiqut buddistlari 1311-yilda Chingizxon bilan ko'rishib, uningga biqingan edi. Va Chingizxon Idiqut xoni Barchuq Artekinga qizini berib 5-o'g'lim deb e'lon qildi. Barchuq Tekin Uyg'ur buddistlarga o'zi qo'mondonlik qilib, Jabanoyan boshchiligidagi Mo'ng'ul qo'shinlari bilan Naymanlarga va O'rta Osiyoga qilingan yurishlarga qatnashgan edi. Buddist Uyg'ur kofirlarining ikki qitimli xiyonati bilan bossiz qolgan Turkiston musulmonlari o'rnidan turish fursati kelganida qora itning qo'lidan oq itning qo'liga o'tib, Mo'ng'ullarning ishg'ol ostida qoldi. Mana bu bizning tariximizning oz bir qismi bo'lib, ochiq qismatlarimiz orqasidan biz qizib chiqarishga tegishli ko'plagan ibratlar va namunalar zehningizga havoldir. Kimlar Idiqut buddistlarining rolida, kimlar qarxonilar yo'lida. Haqiqatan bir millat o'zini o'zgartmovchilik, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Islomimizga mahkam yepishgan vaqtlarimizda qanchalik aziz bo'lgan bo'lsak, uning ruhidan, talab taqozzosidan yiroqlashgan vaqtimizda naqadar xorliqqa duchor bo'ldik.